Hop akalar, ko'rib turganlaringlardek bizda salkam 40 mingta James bor. Albatta bu Jameslarni hozir birgalikda sizlar ko'rib turasizlar, men sharhlayman. Bizga birinchi navbatda O'zbekiston o'g'loni Abduqodir Husanov kerak. Albatta bu 14.835 ta charjga ekan. Husanovga gap yo'q, lekin 118 o'g'irda kelibdi. Tezligi ham prosta bomba. 140 tezlikda. Bunaqa tez himoyachilar kam. Tilla kartalar hozir bo'lishi mumkin, lekin bunaqa oddiy kartalarda bunaqa tez yuguradigan o'yinchilar yo'q. Bunda bismillah deb bitta-bittadan otishni boshlaymiz. Ya'ni iltimos bizga Abduqodir tushsin. Explains bizga yurmayapti ochko yaxshi. Yana Musor, endi Jamesga otishni boshlaymiz. Menimcha yana tushmadi. Randall tushdi bizga. Ochko normalniy qo'shilmayapti. Akalar bitta bug bor ekan. Bugmi yo o'zlari shunaqa qilganmi? Bilmadim. Shu ko'rib turganlarda kitob ochilyapti. Kitob ochilganda o'rtasidagi nuri qizil bo'lsa, sariq bo'lsa, bu 118 plus o'yinchi tushdi degan ekan. Hop, bizga Mastouri tushdi. Birat oyog'i 3 ga 5 ekan. Statlar ham o'lik, lekin bo'yi uzun ekan birat. 191 cm. Biz yana open pack qilishni boshlaymiz. Davom etamiz. Akalar, bizga Mazgavoy tushdi. Akmal Mazgavoy. Ajoyib, bizga tushgan birinchi o'zbek o'yinchi. Biz yana ochishni boshlaymiz. Bugun hech bo'lmasa 118 o'yinchi tushsa yaxshi bo'lardi, chunki shuncha James sarflayapmiz va bizga ochko normalniy qo'shildi va tilla karta yurdi. Bismillah, iltimos va Meksika CDM Geroy va bu adashmasam Marquez bo'lishi kerak, albatta. Akalar, biz Marquezni ushadik. Statlar prosta bomba. Abduqodirdan ham tez yugurar ekan bu. SDM holida. Ikkinchi pozitsiyasi yo'q ekan. Menimcha endi bundan walkout bo'lmasa kerak. Demelilarga bitta ochib ko'ramiz. Qani bismillah. Walkout bo'ladimi? Walkout bo'ldi. Lama Tsizolis akalar, bizga 116 tushdi. Albatta kayfiyat tushirmaymiz. Biz yana open pack qilishda davom etamiz, chunki bizda 14 mingta olmos bor va bizga yana normalniy ochko qo'shildi, lekin bu 118 plus emas. Shveysariya, SB va bu Akanji akalar. Akanji tushdi bizga. 4 ga 5 oyoqda, 145 obrona, 145 fizika, prosta bomba statlar. Biz yana 3 marta ota olamiz. Bu 3tadan Abduqodir Husanov tushsa yaxshi bo'lardi. Bismillah. Bizga ochko qo'shildi va walkout bo'ladi. Bu hop goalkeeper, menimcha bu Fayulu bo'lsa kerak. Akalar, Fayulu tushdi bizga. Yana bitta oxirgi draft va biz bunga Abduqodir ushlashga harakat qilamiz, lekin yana Abduqodir emas, bu Yaponiya RM va bu yana Yaponiya Kubo. Kubo Yanomradin deyapti ura. Liboyinki 1 ga 1 deyapti. Kartalarda lekin chiroyli qilib qo'yishibdi. Anchadan beri bir xil kartadan odam zerikib to'g'risi. Bizda 2000 ta James bor va bu 2000 ta Jamesga biz yana bitta draft olsak bo'ladi. Va biz kunlik free pakni ham otib ko'ramiz. Bu yerdan ham olmos charj tushdi mumkin edi, lekin tushmadi. Bizda oxirgi draft va bu oxirgi draftni ham o'tamiz akalar. Ochko kam qo'shildi va bizga Pekker tushdi. Pekker Price. Peter Parker tushdi. Peter Parker. Ko'rib turganinglardek bu meni komandam. Albatta komandaga
10dan 0gacha, 10dan 1gacha baho bersanglar bo'ladi. Taktikani o'zgartiramiz akalar, chunki bizga Marquezni joylashtirish kerak. Hop, biz qaysi taktikaga qo'ysak bo'ladi? 4-4-3 defendga qo'yib beramiz va keyinda himoyaga tushiramiz. Marquez esa CDM'ga tushadi. Rafinhani qo'yish kerak bu yoqqa. Messiga nima bor? Messi ham davlatda normal o'ynamayapti. Bizda 1982 ta rankap bor ekan. Marquez bemalol qizartirgan yetadi, lekin hozir bizga tushgan o'yinchilarni almashtirib ko'ramiz. Agar Abduqodir Husanovga yetsa, Abduqodirni ko'taramiz. Biz hamma o'yinchilar bera oladigan bo'lsak akalar, bizga 3700 ta qo'shilar ekan va bizda 11000 tadan oshib qolsa kerak menimcha. Ha, bizda 11250 ta, 225 ta sharsi bo'ldi. Lekin Abduqodir Husanovni olgani bu yetmaydi. Abduqodir Husanovni olish kerak akalar. Mazga o'ydi bersam ham, bermasam ham baribir uncha ko'p shartga almashmaydi bu. Bizga yana 2000 tadan oshiq shartsi kerak bo'ladi. Yana bitta 117 tushib qolsa ham yaxshi bo'lardi akalar. Shunda Abduqodirni olib rankap qilib qo'ygan bo'lardik. Bizga rank ligadan sovg'alarda olganmiz, shuning uchun draft bermaydi bu yerdan. Hop. Akalar, bitta draft topishimiz kerak, bitta. Messi'da olsammikin yo? Messi'da trenkasini Marquezga beraman-da. Messi'da Shartsga berarsam, Husanovga ketadi. Lekin head to head komandaga Messi kerak-da. Head to head komandaga Messi kerak, chunki Messi oyog'i 5-5, sentrda sapnik bo'lib o'ynaveradi. Sizlarga maslahat, agar sapnik pozitsiyasiga qo'ymoqchi bo'lsanglar, 5-5 oyoqli o'yinchi qo'yinglar, chunki unga ko'p nima tushadi-da. Vazifa kerak bo'lib qoladi. 5-5 bo'lish kerak xullas. O'yin tarafdan ham, chap tarafdan ham sayt qo'yargan. Shuning uchun Marquezni oladigan bo'ldik. Va Abduqodirni olgani bizga shartsi yetmaydi ekan. Bunday qilib Nestani almashtirishimiz kerak. Marquezni o'rniga qo'ysak, 115 bo'lib qolar ekan. Keyinni ham olishimiz kerak o'rniga. Keyinni o'rniga ham bitta normalniy himoyachi qo'yishimiz kerak. Hop, nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak Abduqodirni ola olamiz akalar. Mazga qo'yib beraversam ham, beravermasam ham baribir shartisi oshib ketmayapti. U turaversin, chunki u O'zbekiston o'yinchisi. Albatta O'zbekiston o'yinchisi kerak. Bizga taqdim etilgan eventda u 25 marta o'ynalganda berar ekan bitta draft. Bu yoqda nima gap? Bu yoqda u o'yinchilarni o'g'ri qo'shilar ekan menimcha. Men bu yerdan Kumin olmoqchi edim. Kumin 118 bo'lib ketadi. 118 uni keyinda o'rniga qo'yib qo'ysam, xudo xolasa 125 o'g'riga erishsak kerak. Chunki Husanovni ham olsak bu yoqdan u ham 118 bo'ladi. Bu yerdan 113, 114 karta tushib qolsa ham Shartsga almashtirgan bo'lardi. Bularda o'ynasak, 6 marta o'ynasak, rankap berar ekan bizga. Lekin o'ynagani hozir vaqti yo'q. Hop. Zaryadkamiz oz qolyapti bizni. Qaydan draft topsak bo'ladi akalar? Bitta draft topib, bitta 117 tushib bersa ham Husanov yetib qolardi, lekin bir dona 117 tushsa ham mayli bo'lar, yaxshi bo'lardi. Lekin tushmayapti. Hop. Men o'ylab ko'rdim, Marquezni rankap qilib qo'yaveraman, chunki bu ham yaxshi o'yinchi ekan, statistikalarni ko'rdim. Gap yo'q statlarga ham. +81 tezligi yurar ekan.
Buni o'zi pozitsiyasi himoyachi edi. Nimaga bu yarim himoyachi qilib kelishdi? Tushunmadim. Agar men himoyachi bo'lganda yaxshi bo'lardi menga. Ko'p yarim komandamga kerak odamga. Yarim himoya ham normallikda meni. Bizga 200 ta rakam yetmayapti. Marquez skill point qilamiz. Skill point qilamiz. Trainingga kirib ketdik. Bu akalar sibi o'ynar ekan. Nimcha yaxshi. Mana bitta rank ko'tarsak, akalar buni Nestan o'rniga qo'ysak bo'ladi. Messini qo'yamiz, Yamandan misoliga qaytarishimiz kerak. 4-2-1-3 taktikasini qo'yamiz va Messini sapnikka qo'yamiz. Marquez esa himoyaga tushadi. Pedri chapga va Messini qo'ysak, bizda hali ham 124 over. Marquezni bitta rank up qilib qo'ysak, xudo xolasa u ham 124 bo'ladi. Bugun bizga sezon tugaganligi munosabati bilan bergan o'yinchilarni Marquezga treningga ko'ramiz. 30 taga yetib qolsa yaxshi bo'lardi. Bizga 10 taga yetdi, 12 ta, 13 ta. Va ko'ryapsizlar, statlar linealni ko'taryapti. 15 taning holda 170 dan oshib ketdi tezligi. Abaronda 195. Himoyachi Abaronda zo'r bo'lsa ham, lekin sekin yursa qiyin-da. Shuning uchun tezligiga qarab olinglar o'yinchilarni. Bizda 179 ga chiqib ketdi tezligi. 23 reytingga chiqdik. 24 va 25 ga ham yetadimi? Yetmasa kerak desam, yetar ekan 25 ga. 26 gacha. 26 ga ham yetar ekan. Bizga mana kondovoylar kerak emas. Bularni ham beraveramizda bizda Marquez 182 tezlikda himoyachida. Mbappelar ham qochib keta olmaydi bundan ishoninglar. Vaqti bomba tezlik. Gap yo'q lekin. Gabriel yoki Kohler kabi himoyachilardan ancha tezroq deb hisoblayman, chunki bu rostdan ham tez ekan, lekin bo'y pastda. Fizikiy past, bo'yi ham past, bu Marquez'ni. Biz bu yerdan bitta line up slotini sotib olamiz va komandada O'zbekiston nomli komanda ochib, hamma o'zbek o'yinchilari shu yerga yig'ishga harakat qilamiz. Biz Mazgivoyda SMga qo'yamiz, lekin hamma o'yinchilarimizni qo'yishimiz kerak ekan tepaga. Biz hamma o'yinchilarimiz O'zbekiston o'yinchilari emas. Ochaq joyda Vega qo'yamiz. Messi qoladi, Pedri va bizda 118 reyting qoldi. O'zbekiston avval buni nikini o'zgartiramiz. Hop, katta harfda kichkina bo'lib qoldi, kattada O'zbekiston qo'ysak. Xudo xolasa shu sezon tugaguncha men bu komandaga hamma o'zbek o'yinchilari yig'ishga harakat qilaman. Agarda bu shularga ham qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. To'playmi yo'qmi? Bekka qo'ydik. Mazgivoy o'zini pozitsiyasida va buni hujumga qo'yib qo'yamiz biz. Hop, hamma o'yinchilarni tushirsak, Messi ham tushiramiz, Guardiola ham tushiramiz, Estaniya va Kubratni ham tushirsak, bizda 117 over bo'ldi. Bularni qo'yib chiqamiz akalar. Men tutsda full qilganman. Tushunasizlarmi? Bitta over qo'shib beradi u. Xudo xolasa men keyin almashtirsam reytingim 125 bo'ladi, xudo xolasa. Hop akalar, bizga 100 ta rank up kerak. Bu yerdan kick-off o'rniga yangi sezonnikini qo'yib qo'yamiz, chunki kick-offda bizga beradigan gollar past. Bizning komandamiz shu. Bu yerga ham qo'yamiz Marquez'ni. Hamma komandaga qo'yib chiqish kerak. Ko'p ochib olsanglar shu akalar. Bitta o'yinchi olsanglar hammaga qo'yib chiqasizlar, beravermoqchi bo'lsanglar hammasini olib chiqasizlar. Shuning uchun bitta slotga yuraveringlar, maslahatim. O'zbekiston komandasini tanlab qo'yibmiz. Bizda ko'rganinglardek 124 over bo'ldi. O'zi shunaqa edi ham oshmadi. Nestan o'rniga normallik qo'ysam oshadi deb o'ylovdim, lekin oshmadi.
Mayli deymiz, bu yerdan Kurtuvajonni almashtirishimiz kerak va bitta head to head o'ynab o'yinimizni tugatamiz akalar. Videomizni tugatamiz xudo xolasa. Agar shuni yutib 100 ta rank olsak, Marquezni full qilamiz. Bismillah deb mashqni boshladik. Bizni birinchi raqibimiz kim bo'lishi mumkin? Biz zaryadkamiz qolyapti akalar. Bekarchi urdim-da. Bekarchi urdim-da. Endi match boshlanib ketdi. Men yana bitta yulduzimni yeb qo'yadi. Mayli shunaqa bo'lishi oldirgan ekan, nima ham berdik endi. Hop, bu boshlanguncha biz bu saatdagi o'ynab turamiz. Bu saatdagina ham shu internet muammosi bo'lib bitta tushib qoldi, lekin bitta yutsa qaytib chiqib olamiz pushtiga, xudo xolasa. Bakalar, bizni birinchi raqibimiz Sharantoy 009. Sharatoy ekan. Sharatoy 0009. Urzakon sila. Haligi chiqyapti-yu, Jamshid kilometr ekan deb. Biz bu matchni yutsak, pushti legendarniga qaytib chiqib olamiz. Komandasi uncha yormasak ham yutishimiz mumkin. Xudo xolasa, kamerani 3 ga qo'yamiz va to'pni ko'rinagan qilib Rafinha bilan birinchi zarba va gol. Rafinha ham hozir normal o'ynayapti, to'g'risi. Qochib ketishlari oldin Perestupni olib qo'ymaganda yaxshi edi. Lekin o'zinglar bildinglar, Perestupda FC Mobile o'yinchilarni olib qo'ydi. Perestup bilan qochib ketish olmayapti. Agar Perestupni qaytarsa, Rafinhani to'xtatib bo'lmaydi. Raketa bo'ladi o'zi. Sharatoyjon o'ynamayaptimi? 5-1 hamon shot bo'lyapti. Head to head boshlanib ketdi endi. O'zi bitta donat qilib bo'lsa ham o'sha hujumga Rafinha bilan Vinini qo'yish kerak-da. Ikkita raketalar yomon yugurib qo'yadi ular. Vini elastikni ham zo'r qiladi-da. Kivaralarga qaraganda yaxshi elastikka qiladi. Kivaradan 1 reyting. Kivara bilan bir xil yursa kerak. Menimcha 203 bo'lsa kerak Vinini ham tezligi. Anridan super go. Rafinha to'rga 5 oyoqda bo'lsa ham o'ng yoqda tiqib qo'yardi. Faqat pushga tepa olmaydi xolos. Pushani ham ko'rdinglar, nimagadir somsa qilib qo'yishibdi pushani ham. Tepsa, yoqqa ko'chib ketyapti. Biz g'alaba qozondik va eski joyga chiqib oldik. Bitta yutib rank qo'yganimizda Marquezni full daraja qilib qo'yardik. Endi ko'ramiz, hit boshlanganmi yo'qmi. Bismillah. Match boshlanmabdi. Qanday? Brat, 50 ta yo'lga chiqqan ekanmi? Yutqazaman o. Chunki men umrimda 50 ta yo'lga chiqmaganman, to'g'risi. Statlar ham prosta kulib qo'yapti menga qarab. Ukada meni olyapti. Baribir yutqazasan deyapti. Lekin kayfiyat tushirmaymiz, albatta. Yutishimizga ishonamiz akalar. Alloh sabr qilganlar bilan doim birga bo'ladi. Oldinlari ham ko'p
qo'shinlar, ko'p qo'shinlarda Alloh yordami bilan yutgan. Biz ham shunga umid qilib harakat qilamiz, lekin Xudo xolasa yutamiz akalar. Komandani ko'ringlar, vo. Mbappe bilan Messi ekan hujumda. Bizda ikkita o'g'il bola. To'p balon to'pmi? Hali bo'ladi-yu. Uni kiyib olib bir-biri bilan urishadigan, ichki ko'rinadigan oppoq to'plar. Shunaqa to'p ekan to'pi. Vo, Marquez qattiq o'ynayapti, Cho'tan. Cho'tan Marquez qattiq o'ynayapti. Kvara bilan elastikka qulamiz va zarba. Kvara. Sonsa ekansan-ku. O, Messi ichida yurib pas beraman qildi. Xushamadi. Elastikka qulamizni? Yo'q. Barzagli yashatmayapti Rafinhani. Barzagli yashatmayapti. Hop, keyindan qochib ketadi Plus Mbappe. Kurtovadan seyf ko'ramizmi, lekin afsuski Kurtova yana somsalik qildi. Almashtirishim kerak shu varatani-chi. Hech seyf qilmayapti umuman. Makelele borib urib kelaveryapti. Husanov ham borib urib ketaverar ekan unga birga-birda. Hech qaysini qaytara olmayotgan. Rais qattiq, Rais biturli olib qo'yapti akalar. Keyin doldiraman. Bizda Di Marko bor, Messi jon. To'ylarda qochasiz Di Markodan. Hop, bitta fint qilardik, kunda oyog'ini tiqib oldi. Mana shu kunda men eski akkauntimda bor edi, umuman o'ynamasdi, to'g'risi. Hozir vobshe o'ynayapti. Ko'ryapsizlarmi? Fint qilishga ulgurtirmayapti. Ay, plasmon ko'rmadim-da men Marquez. Pas bermasdim bo'lmasa. Brat Chota qattiq o'ynayapti-yu, vobshe. Brunoga yeb qo'yapmiz Brunoga. Qayga pas beryapsiz Rafinhajon? O'l. Qatib qoldi. Birinchi taym 1-0 bilan 1-0 hisobda yeb qo'yapmiz akalar. Yutish kerak, yutsak agar rankap olamiz. Chiqamiz, bitta ko'tarilamiz. Xudo xolasa. Kelavergan pas, lekin Barzagli kalamushlik qilyapti Barzagli. Pas, fake zarba. Voy. Kubel Plus ham oldi qo'ydi. Qo'lini bitta ko'tardi bu. Bismillah. Kvara kalla qo'y. Somsa kalla qo'y unga. 56-minut hali ham yutqazyapmiz. G'alabadan umuman yo'q. Rafinha qochadimi, lekin to'ylarda qochar ekan Nuno Mendeshdan, o'zi aytdi. Aka men qo'rqaman dedi Nuno Mendeshdan. Qochib ketaman dedi. Kvaraga pas. Kvara nima to'xtatolmayapti to'pni. Kvara donna. Uni kartasi chiqib qoldi, endi buni somsa qilib qo'yadi yana. Ko'rdilarmi 120 kartasini? Vobshe ekan, o'zi ham raketa ekan. Albatta shu o'yinchilarda statistikalardan xabardor bo'lib borishni xohlasanglar, shu kanalimga qadalgan Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Menga doim FC Mobile bo'yicha redeem kodlarni, yangiliklarni hammasini tashlab boraman. Erta boxabar bo'lib tursanglar bo'ladi. 82-minut to'p ketdi. Pas Kvaraga qaytaramiz. Kvara esa Rafinhaga beradi va Rafinha qochadi, zarba va gol. Rafinhadan super gol akalar. 3 minut xudo xolasa. 3 minut ichida berib tursak yaxshi bo'ladi. Endi qochib ketadimi?
3 minut, 1 minut. Marquez ol ye somsa. Somsa bo'ldi akalar. Ha, o'lik. O'rtadan jinniligini qara. Oyog'ini bitta tiqib ololmadi Pedri. Marquez bitta tashlanib olib qo'ysa bo'lardi. Bu somsadan foyda yo'q. Kurtova o'lsa ham seyf qilmaydi endi. Almashtirib olish kerak uni. Seni kuchingga qo'yag'i. Akalar. 3 minut qoldi. 3 minut qolganda yeb qo'ydik. Mbappe kalamish urib ketdi yana. U bitta pas beribdi. Bitta yutsam chiqardim to'rga. Bitta yutsam bo'ldi. Mashina yutganimda chiqardim endi mayli. Shunaqa bo'lishi yozilgan ekan. Shunaqa bo'ldi. Akalar biz 100 ta rank ololmadik. Xudo xolasa keyingi videolarda bularni ko'taramiz. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Albatta meni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda, xudo xolasa keyingi streamlarda ko'rishguncha hammalarga omad.